Assalomu alaykum hammaga. Charchamayapsizlarmi? Tanjoninglar sog'mi? Mana akalarim, opa-singillarim. Mashinani oldik. Bu mashinani Xudoga shukr amallab yo'llarini topib, keyin organ xodimlariga ming marta rahmat aytamiz. Yordam berishdi, qo'ligidan kelgancha harakat qilib berishdi, yo'q deyishmadi. Lekin yo'lini qildik, baribir oldik. To'g'ri, yugur bo'ldi. Juda ham qiyin bo'ldi. Mana perival ham yopiq, perivaldan ham pashti yarim kundan vaqtimiz ko'p ketdi. Kutib o'tirib, hozir mana mashinani mana perivalda olib kelyapmiz. Joninglar sog' bo'lsin, amalladik, oldik mashinani. Lekin yana bitta narsani aytaman, mabodo arendaga beradigan akalar, mabodo o'zinglar uchun bilib olinglar, yosh bolalarga 20 yosh, 25 yoshli bolalar umuman mas'uliyat his qilishmayapti. 25 demayman-ku, bir 20 yoshli bolalardan pasrog'i уже mas'uliyat his qilishmaydi. Mabodo bermoqchi bo'lsangiz ham ota-onasini xabardor qiling, mabodo ota-onasini o'zi bilan yozuv-chizuv qilib oling. Mana hozir shu 20 yoshli bola olgandi-ku, lekin uni biz bilmaganmiz, yoshini 20 danligini bilmaganmiz, adashib qo'yganimizni biz pasportiga qaramamiz. Lekin baribir otasi javob berdi shu narsani. Keyin ota-onalarga ham iltimos qilamiz, bolalardan hushyor bo'linglar. Chunki mana hozir botda shunaqa bo'lyapti, bolasi 20 yoshli bolasi mashinani olgan, boshqa 7 yot mashina begona odamga mashinani sotib yuborgan. Lekin shunaqa qilishdiki, bu sotib yuborgan odamni bilishmaydi ham, ota-onasini umuman xabari yo'q. Xudoga shukr, Allohga shukr. Hammamizni o'zi Alloh o'z panohida asrasin. Iltimos, sizlardan ham hushyor bo'linglar. Shunaqa odamlarga ham uchrayapmiz. Men aytmoqchi emasman, namanganliklar hammasi yomon yoki tudim yo'q. Men oldingi safar ham aytdim. Namanganda bitta ikkita emas, 3-4 ta mashina ham yuribdi. Ammo lekin shunaqa odamlar ham chiqadi. Bu bitta Namanganda emas, Andijonda ham, boshqa joyda ham, hamma O'zbekistonning qayerda bo'lsa, baribir chiqib turadi shunaqalar. Uchraymiz. Toshkentda ham mana shunaqalarning nechtasiga uchraganmiz. Har bitta biznesda o'ziga qiyin joyi bor, bu ham oson emas. Risk qilasizlar-da, risk qilinadi. Risk bo'ldi, mana yugur bilan baribir oldik. Shuning uchun joninglar sog' bo'lsin, aytib qo'yaman, mana Xudoga shukr oldik mashinani. Joninglar sog' bo'lsin. Rahmat hammaga, organ xodimlariga alohida rahmat aytaman. Jonligi sog' bo'lsin. Mana bizda ham baribir ishlaydi, har doim ishlab kelgan o'zi ham. Bu narsani iloji yo'q, olib qochish iloji yo'q. Mashina baribir bizani nomimizda bo'lgani bilan hech narsa qilisha olmaydi. Faqat so'yib yuborishi mumkin, u ham jinoiy ishga ochilib ketadi-yu. Qamalib ketadi bekorga. Nima keragi bor shuning uchun? Shunaqa ish qilmanglar. To'g'ri fikr bilan olinglar. Agar biz ham qo'limizdan kelgancha hammaga yaxshilik qilib, mulkli bo'lishini tarafdorimiz. Olib mashinani haydasin, pullarini to'lasin, oxirgacha yopib bergandan keyin biz o'zini nomiga har doim o'tkazib berganmiz, berib kelyapmiz ham. Joninglar sog' bo'lsin, umringlar uzoq bo'lsin. Salomat bo'lasizlar.